bugun Navoiy shahrida fuqarolarni ish bilan ta'minlash, keyin fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish bo'yicha yig'ilish o'tkazyapmiz. Yig'ilishda masalan mana bank tomonidan ishlab chiqilgan mahsulotlar to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Keyin kunda savollar bo'ladigan bo'lsa, o'sha bo'yicha gaplashamiz. Bugungi kunda ishsiz fuqarolarni o'zimiz bank fuqarolarga bank tomonidan ikki xil kredit mahsuloti ishlab chiqarilgan. Bittasi 17 million so'mgacha hokim yordamchisining tavsiyanomasiga asosan beriladi. Yana bittasi 50 million so'm ham hokim yordamchisining tavsiyanomasiga asosan beriladi. 50 million so'mgacha ajratilganda 5 yil muddatga beriladi. Yillik foiz stavkasi 25%. 2 yil imtiyoz davri. Bu ayollarga 2% imtiyozi bor, 23% dan beriladi o'zimiz banklarga. Xuddi shunday 17 million so'mlik kreditimiz ham 2% chegirma 23% bilan beriladi ayollarga. Undan tashqari faoliyatini olib borayotgan tadbirkorlarga 1 yil bo'lgan bo'lsa, faoliyatini boshlaganiga